Assalomu alaykum, baliqchi akalar. Bugun yana baliq ovga keldik. Mana bugun yakshanba dam olib mana oyga keldik. Nima deysizlar bu yerda? Biz kalamush deyardik. Yillar kelib oldik. Yillarga elektr stansiya bir narsalar tushib. Xudo xolasa endi harakat qilamiz. Natijalarni yaxshi ushlashga tomoshan davom etinglar akalar. Xudo xolasa mana endi keldik. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. O'g'illarimiz. Baliqchi akalar mana yetti tomonda natija. Birinchi tashabbus bitta tushadi. Sazan? Bilmadim ama. Sazanga o'xshadi aka. Sazanga o'xshadi ama. Görüşte devam ettiler aka. Teşekkürler, like'lar, botlar aka. Doğrular böyle. Makasını okuyayım ha. Görmedim ama. Siz ona haber aramaysiz. Video yaptırarım. Akalar mana o'sha kayflar, mana adrenalinda zo'rlar akalar mana. Mana she'rlar zo'r. Akalar abdushi maza bo'lyapti. Akalar mana hozirgi balig'im ushlagan balig'im mana. Ustoch ekan, buni ham qo'yib yuboramiz akalar. Hammalarga tavsiya qilib qolaman, qizil kitob kiritilgan akalar. Qo'yib yuboringlar buni. Mana akalar, qo'yib yuboryapmiz. Mana akalar mashinalardan chiqyapti, lekin ushlashni ushlaylar deb tavsiya qilmayman. Qizil kitob kiritilgan akalar. Hozir ukamiz ham tushagan ekan, qo'yib yubordi bu yoqqa. Endi bizga karas sazan bo'lsa bo'laveradi. Yeb ketamiz-da, uyga ketmaymiz. Mana bu yerda bilasizlar. Tomosha uchun rahmat hammalarga. Akalar mana ukamizdan ham natija. Nima ushatdiki? O, молодец. Sazan ushatdi. Akalar, ukamdan ham natija. Qo'yib yubordi. Ustoch baliqni qo'yib yuboringlar. Karas olinglar. Hurmatli baliqchi akalar, mana Sarvar bey ukamizdan bitta baliq. O, что это такое? Sazanmi? Sazan ushlabdi mana akalar. Qadrligini bilasizlarmi? Mana ko'prikni ko'ryapsizlar, taniysizlar. Bu baliqchi akalar, o yana bitta ko'prik. Suv vashchi tushib ketibdi. Bo'lyapti, tarqalib yeplayapmiz. Biz bular o yerga tashab qo'yganmiz qani. Mana. Meniki bo'lmasa iloqik. Hozir bitta yomon olib ketdi, bilmay qoldi. Hozir olib ketadi qarab tur. Uzr o'rmasang bo'lmasin.